Hala Önidar salonidagi barliq o'maq do'stlar, kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun biz birlikda Germaniya cho'chki beliqchi bilan oltin beliqni anglaylik, ha? Burungi zamonda bir beliqchi o'tgan ekan. U xotin bilan dengiz bo'yidagi vayrona bir kabida yashaydi ekan. Beliqchi har kuni beliq tutib tirikchilik qilar ekan. Beliqchi ba'zida qarmoqni silib qo'yib, suzuk suvga tikilib o'tirar ekan. O'tirgandimi, toza, uzoq o'tirar ekan. Bir kuni beliqchi dengiz bo'yiga kelib, andil qarmoq tashlashiga qarmoq suv tagtiga cho'kibdi. Beliqchi qarmoqni bir tortgan ekan, oltindek nur chechayotgan bir narsa ko'rinibdi. Aslida bu intayin o'zgacha bir oltin beliq ekan. Oltin beliq bir tilla suvga kelib, "Ay, oqko'ngil buva, menga rahim qilingchi. Men oltin beliq emas, sehr qilingan shahzodaman. Meni qo'yib sizning har qanday talabingizni o'rindab beraman," debdi. Beliqchi qattiq qo'rqib ketibdi. Biroq oltin beliqning yalvurish alomatlari chiqib turgan bir jup ko'zini ko'rib, qilcha ikkilanmay uni dengizga qo'yib beribdi. Beliqchi uyga qaytib borgandan keyin ayoli, "Ay, bugun hech nima tutolmadingmi?" deb so'rabdi. Tutolmadim. Bir oltin beliqni tutib olgandim. U o'zini sehr qilingan shahzoda dedi. Qo'yibdim, deb javob beribdi beliqchi. Uningdan biramdan so'rab baxmadingmi? Yo, uningdan nimani so'ray? Ay ahmaq, deb tilabdi ayoli. Darhol dengiz bo'yiga bor. Uni ko'rganda uningdan yangi tangli talab qil. Ay, qarig'ina, bizning bu abjaq tanglimizga, debdi. Beliqchi ilojsiz dengiz bo'yiga beribdi. Oltin beliqni chaqirib boqmoqchi bo'ldi. U biri to'lg'an ekan, shu hamon oltin beliq suv yuziga chiqibdi. Beliqchi ayolning deganlarini so'zlab beribdi. "Qaytib ketavergin beliqchi buva, ayolingning yangi tanglisi bor bo'ladi," debdi oltin beliq. Beliqchi aldirab uyga qaytibdi. Darvaqa uyda yep-yangi bir tangli turg'idek. Lekin ayoli yana javildashga boshlabdi. "Kuni tangli yangilandi, so'ra desa, ara shuni so'radingmi? Bu azki kapda o'tiraveramizmi? Oltin beliqida bizga yangi uy so'g'qisin." Ko'ngli g'ash bo'lgan beliqchi buvining zoti barg'isi kelmabdi. U o'z-o'ziga, "Unda qilsak yaxshi bo'lmas," debdi, axir yana beribdi. Beliqchi dengiz bo'yiga berib qarasa, dengiz suvi suzuk emas, balki dam yeshil rangga, dam sariq rangga o'zgarib turgan ekan. Beliqchi buvoy oltin beliqning bu qitim paydo bo'lishiga ishonch qila olmabdi. "Oltin beliq, hay, oltin beliq," u dengizga qarab to'labdi. Oltin beliq xili uzoqdan keyin suv yuziga chiqibdi. "Ay, nima desam bo'la? Xotinim, u bizga bir cho'ng uy kerak deydi." "Bo'pti, ayolingizning deganicha bo'lsin. Siz xotirjam qaytib ketavering buva. Shu topda ayolingiz sizni yangi uyning oldida kutib turmoqda." U qaytib kelib yangi uyni ko'ribdi. Ammo ayol etilib kelganicha cholvoq qopla ketibdi. "Qara, bu oltin beliqning karamda shuncha qolgan. U bizga yangi uy beralgan ekan, cho'qim qazirmi beralaydi. Darhol qaytib berib, uningdan bir qasr talab qil. Yana esil kiyimlarni, oltin, kumush, uncha marvoyatlarni talab qil." Beliqchining beshi qaytibdi. Ammo u xotindan qo'rqadi ekan. Shunga u yana ko'ngli tortmagan holda dengiz bo'yiga qarab mengibdi. Beliqchi dengiz bo'yiga kelib qarasa, dengiz suvi zangaranglik bo'lmay, birdam suvsi rangi o'zgarsa, birdam ko'k rangi o'zgarib, birdam ko'l rangi o'zgarsa, yana birdam qo'ng'ir rangi o'zgarib turgan ekan. U qattiq parishon holda oltin beliqni chaqiribdi. Xeyli vaqt o'tgandan keyin oltin beliq to'lqinlar ustida paydo bo'ldi. "Xotinimda yangi bir xiyol paydo bo'lib qoldi. Uning chiroyli bir qasrga erishgisi bor ekan." Oltin beliq yana bir qitim beliqchining iltimosini qandiribdi. Biroq bu qitim ilgarigidek qizg'in bo'lmabdi. Ayolning deganlarining yana amalga oshganligini ko'rgan beliqchi, "Endi u bo'lganda," deb o'ylab, yengil nafas oldi.
Әмді оланың үйі әшәмәтлік қасырға айланыпты. Bu qasr haqiqatan chiroyli ekan. Nurg'un chakarlar qasr ichida poypaslab yurgidek. Hamma uylarga gilamlar silingan, ustallarga eng esil taomlar, nozik ne'matlar qo'yilgan ekan. O'ylida esil mab bilan tizilib turg'idek. Beliqchi buvoy qasr darvozasidan kirishiga esil sodiq xonimlarda yosinib, zubu zinnatlarni taqib olgan ayoli bedaqat bo'lgan holda beliqchini saqlab turibdi-dek. Berib oldim meniqi et. O meni ayol podshoh aylandirsin. Beliqchi zotili xalamagan holda dengiz bo'yiga beribdi. Bu chaqda qattiq bo'ron chiqib, osmonni qor bulut qaplabdi. Bo'ron uy imorat dal-daraxtlarni uchirib ketibdi. Tog'lar larzaga ketdi. Qiyo toshlar dengizga g'ulashqa boshlabdi. Qapqarong'u osmonda guldirmami guldirlab, vol-vul qilib chaqmoq chiqibdi. Dengizda egiz tog'lardek dahshatli to'lqinlar ko'tarilibdi. Beliqchi qiyo toshning ustiga chiqib, past ovozda oltin beliqni chaqiribdi. Oltin beliq suv yuziga chiqibdi. U beliqchining talabini anglagandan keyin birdan un-tinsiz turib ketibdi. Andin hech nima demay to'lqinlar arsida g'oyib bo'libdi. Beliqchi uyga qaytib kelsa, iliqi qasr g'oyib bo'lganmish. Hamma narsa asli holatiga qaytibdi-dek. Xotini iliqi vayroni kapida yeriq tanglining oldida yig'lab o'tirg'idek. Biz shukr qanoat qilishni bilishimiz kerak edi. Beliqchi achchiqlangan holda xo'tingishibdi. Ular yana burungi turmushiga qaytibdi. Adisdan boshlab beliqchi buvoy yana burunqiga o'xshash har kuni beliq tutqilib boradigan bo'pti. Ammo iliq oltin beliqni qayta ko'rolmabdi. Do'stlar, beliqchi nihoyatda to'g'ri gap qildi-ku. Ya'ni biz shukr qanoat qilishni bilishimiz kerak edi. Biz bu chechakdan ibrat elib, shukr qanoat qilib, hozirgi baxtli, xotirjam turmushimizni qadrlaylik, ha? Men ishonaman, mening omoqlarim Dilala hadisning gapini bak anglaydi, ham umidini yerda qo'ymaydi. Kech bo'lib ketibdi, amiz bugun baldir uxlanlar bo'lamdi. Atimi shu vaqtda Dilala undidar salonda ko'rishaylik. Tatliq tushlar sizlarga hamroh bo'lsin.